Assalomu alaykum hammaga. Siz dizaynersiz, dasturchisiz yoki prosta ish uchun o'zingizga noutbuk qidiryapsiz. Lekin do'konga kiradigan bo'lsangiz M1, M2, M3 va hattoki yangi pokoleniya M4 va M5 modellar ham o'sha sotuvda bor. Boshingiz achishi mumkin. Qaysi birini olaman deb. Xo'sh, 2026-yilda M1 modelini olish ma'qulmi yoki pulni yig'ib M5 Pro'ni olgan yaxshimi? Keling uni ko'rib chiqamiz va qaysi model aynan sizga to'g'ri kelishini aniqlaymiz. Qani ketdik. Keling gapni barchasini inqilob qilgan M1 chiplardan boshlaymiz. Bu MacBook Apple tarixidagi eng muvaffaqiyatli gadjet desam adashmayman. Nega deysizmi? Keling ko'rib chiqamiz. Chunki u quvvatsiz va qizib ketadigan Intel noutbuklardan keyin kosmos edi. Unda kulerlar yo'q, lekin mutlaqo ovozsiz va bir kunga zaryadkasi yetadi. Kimlar uchun deysizmi? MacBook M1 ni asosan talabalar, ofis xodimlari, SMM mutaxassislar va albatta oddiy brauzerda o'tiradiganlar sotib olishadi. M1 seriyada M1 Pro va M1 Max chiplari ham mavjuddir. Agar sizga arzonroq, lekin og'ir montaj va dizaynga MacBook kerak bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun eng ideal variantdir. Chunki u ko'p Windows noutbuklarni yig'latib qo'yadi. Grafika va ekrani eng zo'rlardandir. M2 chipli MacBook taqdim qilinganda esa bizga Apple yangi dizaynni taqdim etdi. Eski ponasimon shakldan voz kechildi. Korpus mutlaqo yangilandi, ekran kattalashdi va cho'lka paydo bo'ldi. M1 ga qaraganda protsessor 18%, grafika esa 35% ga tezlashdi. Pro versiyalarida quvvat ozgina oshdi, lekin M1 Pro'dan o'tadigan bo'lsangiz, siz unchalik katta farqni sezmaysiz. Kimlar uchun mos keladi deb so'raydigan bo'lsangiz, bu MacBookimiz dizayn va yengillikni yaxshi ko'radiganlar uchun va yengil dizayn, UI yoki UX dizaynda ishlashni boshlaganlar uchun eng ideal variantdir. M3 chipi bilan esa Apple 3 nanometrli texnologiyaga o'tdi. Bu nima degani? Keling uni ko'rib chiqamiz. Chip ichiga Apple yanada ko'proq tranzitorlarni joyladi. Notebook yanada aqlli va tejamkor bo'ldi. Eng katta yangilik bu Hardware Accelerated Ray Tracing, nurlarni apparat darajasida kuzatish texnologiyasini qo'shdi. Endi bir vaqtning o'zida ikkita tashqi monitorga ulanish imkoniyati paydo bo'ldi. MacBook Pro, M3 Pro va M3 Max chiplari esa grafika bilan ishlaydiganlar, arxitektura va rendering bilan tunu kun ishlaydiganlar uchun bu haqiqiy hayvondir. M3 chipdagi MacBooklarni kimlar uchun deb so'raydigan bo'lsangiz, M3 Pro va Max versiyalari bo'ladigan bo'lsa, bu professional dizayn, rendering va o'yin dasturchilari uchun eng ideal variantdir. Va nihoyat eng so'nggi va eng kuchli flagmanlar MacBook M4 va M5 seriyalari. Apple bu chiplarda bor e'tiborni AI, ya'ni sun'iy intellekt va Apple Intelligence ga qaratdi. Ulardagi Neural Engine, ya'ni neyron protsessor shunchalik kuchliki, u soniyasiga trillionlab operatsiyalarni bajaradi. MacBook M4 va M5 Air modellarimiz, ular juda ham yupqa va eski professional noutbuklarni ortda qoldiradi va eng muhimi bu yerda 8 GB RAM o'rniga 16 GB operativ pamyat ishlatiladi. M4 va M5 Pro va Max modellari esa bu oddiy odamlar uchun emas, bu kosmik stansiyalar uchundir. Mahalliy neyrotarmoqlarni ishga tushirish, data science, ma'lumotlar fani bilan shug'ullanish, 8K videolarni bir nechta oqimda real vaqtda montaj qilish va murakkab dasturlash kodlarini soniyalarda komplektatsiya qilish uchundir. Kimlar uchun deb savol beradigan bo'lsangiz, bu MacBookimiz IT kompaniya arxitektorlari, kinematografiyada ishlovchilar va albatta eng zo'rini bergin deydigan klientlar uchundir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar sizga oddiy va hayotiy vazifalar uchun MacBook kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga M5 modelini taklif qilmaymiz. Chunki pulingiz havoga uchgan bo'ladi. Lekin siz MacBookdan pul ishlaydigan bo'lsangiz va har bir soniya siz uchun muhim bo'lsa, M3 va M4 va M5 modellarini sizga taklif qilamiz. Bu siz uchun eng ideal variant hisoblanadi. Siz hozir qaysi noutbukdan foydalanyapsiz va kelajakda qanday noutbuk sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, izohlarda buni yozib qoldiring va bu videoga like bosing do'stlar. Bilan ulashni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki har xil yangi texno obzorlarni biz bilan birga ko'rishingiz mumkin.